ham katta umidlar bilan kutib turibmiz. Aynan prezidentimiz aytayotgan tashabbuslar, islohotlar, yangiliklar aynan bizning maktabimizda ham joriy etilishini. Bilasizmi, maktabimiz eng chekka hudud bo'lishiga qaramasdan ta'lim tizimimiz yaxshi yo'lga qo'yilgan deb o'ylayman. Agar prezidentimiz aytayotgan imkoniyatlar va islohotlar aynan meni maktabimga ham yetib borsa, demak ta'lim sifati bundan ham yaxshi bo'ladi deb umid qilamiz. Video selektor yig'ilishi davomida prezidentimiz ta'kidladilar. Demak, bugun o'qituvchi o'zgarmasa, o'quvchi o'zgarmaydi. Umuman o'qituvchi o'zgarmasa, maktab o'zgarmasa, jamiyatda o'zi ham o'zgarmaydi deb e'tirof etdilar. Bu shunchaki islohotlar emas, bu hayotiy ehtiyoj. Bitta narsa bilan faxrlanishimni e'tirof etishimga ruxsat berasiz. Fevral oyida prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan va ochilgan menejerlik sertifikat o'quv kurslarida muvaffaqiyatli o'qidik va tamomladik. Endi bu o'quv jarayoni shunchaki o'quv bo'lib qolmaslik kerak. Olgan bilimlarimizni o'sha eng chekka hududlarimizda, o'zimizning maktabimizda va jamoamizda qo'llab ko'rishimiz kerak. Buni natijasi albatta bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar prezidentimiz aytayaptilar, sharoitni qilib beryaptilar, eng chekka hududlargacha yetib borishini ta'minlayaptilar. Agar jamoam bilan shunga yarasha javob bo'lmasa, demak biz ham kasbimizga, yurtimizga, davlatimiz e'tiboriga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bolalar bugun eng ko'p bilim oladigan paytida ijtimoiy tarmoqlar va telefon bilan band. Demak, aynan o'sha ijtimoiy tarmoqni ham milliylashtirish kerak, jarayonini ko'rib chiqish kerak, aynan milliy kontent bilan to'ldirish kerak. Chunki aynan bola yoshidagi bolalarda bo'shliq katta bo'ladi. Demak, ularni ham bo'shlig'ini milliylik bilan, qadriyatlar bilan to'ldirishimiz kerak degan taklifni bildirishdi. Taklifga men o'zimning munosabatimni bildirmoqchi edim. To'g'ri, o'sha video selektorda aynan Jahongir Ortiqov tomonidan aytildi, multfilmlar tashkil qilamiz, joylaymiz, oilaviy qadriyatlar, an'analar ko'rinadigan multfilmlar targ'ib qilamiz deb aytishdi. Agar bizga ssenariylar taklif qilinsa, o'sha ssenariylarni bizga ta'minlab bersa, o'zimiz o'quvchilarimiz bilan teatrlarni tashkil qilib, o'zimizni maktabda qo'yib berardik. Bundan tashqari qo'shni maktablarimizga ham aynan o'sha ijodiy ishlarimizni targ'ib qilgan bo'lardik.